Surxondaryo, tabiatning betakror go'zalligi, baland tog'lar, musaffo osmon, zilol suvlar va mehnatkash insonlar yurtidir. Bu zamin nafaqat tabiiy boyliklari, balki ma'naviy ma'rifiy muhiti bilan ham alohida ahamiyatga ega. Aynan shu zaminda kamol topayotgan yoshlar qalbida ijodga, san'atga, go'zallikka bo'lgan muhabbat erta uyg'onadi. Tabiatning o'zi ilhom manbai bo'lgan ayni zaminda ijodkorlik ruhi har bir yoshning qalbiga chuqur singib borayotganini ko'rish mumkin. Bugun ana shu ilhom baxsh makonda tarbiya topayotgan surxondaryolik yoshlar Turon maktab teatri tanlovining viloyat bosqichida o'z iqtidor va mahoratini namoyon etmoqda. Ushbu tanlov yoshlarning ma'naviy kamolotiga xizmat qiluvchi, ularni sahna madaniyati, badiiy tafakkur va jamoaviy ijodga chorlovchi muhim maydondir. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan boshlangan Turon maktab teatri tanlovi kelajak markazlari tashkil etilgandan so'ng keng qamrovda maktab o'quvchilari o'rtasida teatr san'atiga bo'lgan qiziqishni yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa uning qamrovi yil sayin ortib borayotgani, ishtirokchilar sonining ko'payib borayotgani bu tashabbusning naqadar dolzarb va zarur ekanligini yaqqol namoyon etadi. Ilgari faqat ayrim maktablar doirasida o'tkazilgan bunday tadbirlar bugun butun bir viloyat, hatto respublika miqyosidagi muhim madaniy voqelikka aylandi. Prezidentimizni tashabbuslari bilan tashkil etilgan Turon maktab teatri mana bugun viloyat bosqichi Surxondaryo viloyatida o'tyapti. 978 ta maktablardan 3000 ga yaqin jamoalar qatnashib, ularga 25 mingga yaqin yoshlar ishtirok etdi. Bu tanlovda asosan tashkil etishdan maqsad san'atga, madaniyatga qiziqishini oshirish hamda iqtidorli yoshlarni aniqlash maqsadida. Bundan tashqari teatr madaniyatiga, san'atiga qiziqtirish yoshlarni shundan iborat. Mana bugungi kunda har bitta tumanga qatnashib 3000 ga yaqin jamoalardan birinchilikda olgan jamoalar mana bugungi viloyat bosqichiga qatnashyapti. Bular jami 15 ta jamoalar Turon maktab teatrining viloyat bosqichiga mana bugun qatnashib turibdi. Bu tanlov asosan 3 yildan beri o'tkazilib kelyapti. Turon maktab teatri yildan yilga qamrovini ortib borishda asosan mana shu raqamlarda ham ko'rishimiz mumkin. O'tgan yili 18 mingga yaqin yoshlar qatnashgan bo'lsa, mana bu yil 25 mingga yaqin yoshlarimiz bugungi viloyat bosqichida yoki tuman shahar bosqichlarida ishtirok etyapti. Surxondaryo viloyatida tashkil etilgan ushbu bosqichda ham turli tuman va shaharlardan kelgan iqtidorli o'quvchilar ishtirok etishdi. Ular o'zlarining sahna ko'rinishlari orqali nafaqat aktyorlik mahoratini, balki yuksak ma'naviy qadriyatlarni ham namoyon etdilar. Birinchi tanishtiruv shartida o'quvchilar o'zlari yashayotgan hudud, tahsil olayotgan maktablari va ushbu ta'lim muassasasida o'quvchi va o'qituvchilarning erishayotgan yutuqlari haqida ma'lumot berishdi. Birinchi shartda maksimum 6 daqiqa berilgan. Biz 6 daqiqadan 5 soniya qolganda vaqtda yutdik. Bizda sahna ortida hayajon bo'ldi, lekin biz sahna ortidagi hayajonni sahnada yenga oldik. Birinchi shartda o'quvchilar uchun 6 daqiqa vaqt ajratilgan bo'lib, 8 nafar o'quvchi jamoada ishtirok etdi. Tanlovdagi har ikkala shart ham yoshlarning sahna bilan ishlash ko'nikmasini boyitib bormoqda. Qolaversa, ushbu tanlov orqali nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilar ham izlanyapti. Tanlov doirasida sahnalashtiriladigan asarlar mazmunida vatanparvarlik, insonparvarlik, tarixiy merosga hurmat, oilaviy qadriyatlar kabi muhim g'oyalar aks etmoqda. Bu esa loyihaning tarbiyaviy ahamiyatini yanada oshiradi. Zero teatr bu faqat ko'ngilochar san'at turi emas, balki inson qalbiga ta'sir etuvchi, uni o'ylashga, xulosa chiqarishga undaydigan kuchli vositadir. Shu ma'noda Turon maktab teatri tanlovi yoshlarning nafaqat ijodiy, balki ma'naviy kamolotida muhim o'rin tutadi. Bugungi o'tkazilayotgan Turon teatri viloyat bosqichida juda ham bir ko'tarinki ruh bilan o'tmoqda. Yurtboshimiz yaratib bergan barcha shart-sharoitlardan unumli foydalangan holda biz yoshlar mana shunaqangi jamoamiz bilan birgalikda yuqori kayfiyatda kelib teatrda qiziqarli rollar ijro etmoqdamiz. Birinchi shartda hozir juda ham katta hayajon bo'ldi, endi to'g'ri tushunasizlar. Ikkinchi shartimizga hozir juda ham bir pozitiv kayfiyat bilan rol ijro etib, nasib birinchi o'rinni biz olamiz. Bu tanlov san'atga qiziqishi baland bo'lgan yoshlarga motivatsiya hamda kuch beradigan tanlov hisoblanadi. Turon maktab teatri tanlovi nafaqat shaharlar, balki hududlardagi olis va chekka qishloq maktablarida tahsil olayotgan yoshlar uchun ham o'z iste'dodini namoyon etish imkoniyatini yaratib bermoqda. Ilgari o'z iqtidorini keng jamoatchilikka ko'rsatish imkoniga ega bo'lmagan ko'plab o'quvchilar bugun aynan shu tanlov orqali katta sahnaga
qadam qo'ymoqda. Ayniqsa chekka manzillarda yashovchi yoshlar orasida yashirin iqtidorlarni kashf etishda ushbu loyihaning ahamiyati beqiyos. Ularning iste'dodi, samimiy ijrosi va milliy ruh bilan yo'g'rilgan chiqishlari nafaqat hakamlar, balki tomoshabinlarni ham befarq qoldirmadi. Bu esa yurtimizning har bir burchagida qanchadan qancha iqtidorli yoshlar kamol topayotganini yana bir bor ko'rsatib bermoqda. Surxondaryoning chekka tog'li hududi uzunlik yoshlar ham ana shu imkoniyatdan unumli foydalanib, bugun sahnada bor mahoratini ko'rsatib berdi. Uzun tumani 2-maktabning avloniy vorislari jamoasi ilk bor Termiz shahri san'at saroyida viloyat bosqichida ishtirok etyapmiz. Bu juda albatta hayajonli. Bunga eng avvalo muhtaram prezidentimizning qarorlari, tashabbuslari bilan erishdik deb o'ylayman. Chunki ularni bizga ko'rsatayotgan imkoniyatlari, yoshlarga yaratib berayotgan imkoniyatlari bu bizda juda teatrga bo'lgan ishtiyoqimiz juda ham oshirib yuboryapti. Mana shu 2 oy, 3 oy mobaynida viloyatga chiqish uchun juda harakat qildik. Albatta qiyinchiliklar bo'ldi. Nechta jamoalarda yutib mana shu yergacha yetib keldik. Olis, tog'li hududlargacha shu tashabbuslar yetib kelganini biz juda ham xursandmiz. Surxondaryoning olis va tog'li hududi bo'lgan biz uzunlik yoshlar prezidentimiz ishonchlarini albatta oqlaymiz. Tanlov ishtirokchilari sahnaga chiqar ekan, ular faqat rol ijro etmaydi, balki muayyan g'oyani tomoshabinga yetkazishga harakat qiladi. Bu jarayon esa ulardan mas'uliyat, mehnatsevarlik, ijodiy yondashuv va jamoa bilan ishlash qobiliyatini talab etadi. Ayni shu jihatlari bilan mazkur tanlov yoshlarni har tomonlama rivojlantiruvchi maktab vazifasini bajaradi. Biz 42-maktabning jadidlar jamoasi 2-shart teatr ibratxona shartida zamonaviy o'zbek adabiyot yozuvchisi Javlon Javlevning Qo'rqma asari asosida Qo'rqma sahna ko'rishini tayyorladik. Ushbu asar o'tgan asrning 20-yillarida sobiq Sovet ittifoqi tomonidan shafqatsizlarcha qatl etilgan millat o'g'il-qizlarining nurli va yorqin xotirasiga bag'ishlangan. Men ushbu sahna ko'rinishida muallif rolida edim. Bu asar Olmoniyaga ilm olish uchun ketgan 70 nafar talabaga bag'ishlangan bo'lib, biz bu sahna ko'rinish bilan yoshlarning ongiga shu ilm uchun Germaniyaga o'qishga ketgan talabalarni ongiga singdirish uchun chiqardik bu asar. Bu ham biz yoshimizga mos. Prezidentimiz tomonidan Turon teatri ko'rik tanlovining tashkil etilishi nafaqat shahar hududlaridagi maktablarda, balki chekka hududlardagi maktab o'quvchilarining ham o'z iste'dodlarini ochib berishga yordam bermoqda. Har bir jamoa sidqi dildan ushbu ko'rik tanloviga yondashgan, o'quvchilar teatrda xuddi san'atkorlardek o'zlarini namoyon etmoqdalar. Bu biz uchun juda ham quvonarli. Prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yoshlarning bo'sh vaqtlari bo'lmay, vaqtlarini mazmunli o'tkazmoqdalar. Tanlov yoshlar orasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Ayni jarayonlardan ma'lumki, har bir ishtirokchi o'z mahoratini oshirishga, yanada yaxshiroq sahna ko'rinishlarini namoyish etishga bel bog'lagan. Bu esa ularning ijodiy o'sishiga turtki beradi. Bir vaqtning o'zida tanlov ishtirokchilari o'zaro tajriba almashib, yangi g'oyalar bilan boyib boradi. Prezidentimiz tashabbusi bilan faoliyati yo'lga qo'yilgan kelajak markazlarining to'garaklarida esa o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga, o'z iqtidorlarini yanada sayqallashlariga zamin yaratilgan. Biz hozir Erix Mariya Remarkning G'arbiy frontda o'zgarish yo'q romanidan parcha namoyish etamiz. Romanda Pavlovning o'rtoqlari kontorik o'qituvchisining vatanparvarlik haqidagi balandparvoz so'zlariga uchib, urushga otlanishadi. Hozirgi ko'rinishimiz mana shu haqda. Biz asarni g'oyasini oshirish uchun har bir detallarga ahamiyat qaratganmiz. Prezidentimiz tomonidan yo'lga qo'yilgan Turon maktab teatri teatr san'atiga bo'lgan ishtiyoqimizni oshirmoqda. Kimdir dramaga, kimdir tragediyaga, ayrim jamoalar esa komedik asarlarga murojaat qilgani tanlovning janr jihatdan qanchalik boy va rang-barang ekanligini ko'rsatadi. Har bir jamoa o'z didi, dunyoqarash va ijodiy yondashuvdan kelib chiqib pyesa tanlagan. Bu esa sahnada turli kayfiyatlar, turli taqdirlar va turli g'oyalarning uyg'unlashuviga sabab bo'lmoqda. Ularni ijro etish uslubi har bir jamoada o'ziga xos va takrorlanmas ekani bilan ahamiyatli. Chunki har bir ishtirokchi asarga o'z qarashi, o'z hissi va o'z talqinini olib kiradi. Shu bois bir xil mavzu turli jamoalar ijrosida mutlaqo boshqacha ruh va mazmunda namoyon bo'ldi.
Biz Angor tumani Movarounnahr jamoasi Erkin Xushvaqtovning Qirmizi olma asarini sahnalashtirdik. Bu asarni biz sahnalashtirish mobaynida kamida 2 oydan ko'p vaqt sarfladik. Biz bu asarni sahnalashtirish jarayonida o'zimizning xarakterimizga mos obrazlarni olib chiqdik. Masalan, men sovchi rolini olib chiqdim. Bu asarda milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz yoritilgan. Bu asarning asosiy g'oyasi halollik haqida edi. Bunda bir tishlam olmani halol qilish, ya'ni halollik haqida gap boradi. O'ylaymizki, biz bu Qirmizi olma asarini maromiga yetkazib, sahnalashtirdik va bu tomoshabinlarga yoqdi degan umiddamiz. Bu kabi tanlovlar oldingi an'analarimiz, urf-odatlarimizni bilishga chorlaydi. Men ham yoshligimdan katta sahnalarga chiqib rol o'ynashni orzu qilardim. Turon maktab teatri esa bunga yo'l ochib berdi. Mazkur tanlov o'quvchilarni nafaqat sahnadagi mahoratini oshirish, balki ularni kitob mutolaasiga, badiiy asarlarga murojaat qilish kabi ezgu fazilatlarni ham shakllantirmoqda. Bu jarayon ularning dunyoqarashini kengaytirish, fikrlash qobiliyatini rivojlantirish hamda adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biz Sariyasuv tumanidan kelgan 32-sonli maktabning iste'dod jamoasimiz. Bugun viloyat bosqichida ishtirok etayotganimizdan juda ham xursandmiz. To'g'risi, birinchi shartga ham, ikkinchi shartga ham jamoalar juda ham jiddiy tayyorgarlik ko'rib kelishgan ekan, chunki ular albatta g'olib bo'lishni istashadi. Biz ham shu jumladan yaxshigina tayyorgarlik ko'rib keldik. To'g'ri, ayrim jamoalar vaqtdan biroz o'tib ketdi, ayrim jamoalarda esa hayajon kuchli bo'lganligi sababli nutqlarida kamchilik bo'lgandir, ammo ular juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan ekan. Bizga munosib raqib deb tan olaman. Bugun men Lola Eltoyeva tomonidan ijro etilgan Tongli elning tong yorug' qizi rolini ijro etdim va bunda u elidan ayrilgani iztiroblarini tomoshabinlarga yetkazib bera oldim degan umiddaman. Menga bu rolni ijro etish katta mas'uliyat talab etdi, chunki aynan Lola Eltoyevaning o'zlari hakam bo'lgandilar va men uni juda ham hayajon bilan qanday bajara olar ekanman degan his bilan bajardim. O'ylaymanki, bu ijroimdan boshqalarning ham ko'ngli to'ldi, yetkazib berishga harakat qildim. Turon maktab teatr tanlovining viloyat bosqichida ilk marotaba ishtirok etib turibmiz. Bugun biz uchun aynan o'zgacha kun bo'ldi. Chunki teatr ibratxona shartida 3 ta jamoa Javlon Javliyevning Qo'rqma asariga murojaat qilgan. Bu asar bitta ssenariyda bo'lsa ham biz jamoalar uchun alohida o'rin tutdi. Chunki har birimiz bu asarni rol ijro etayotganimizda o'z hissiyotlarimizni bildirishga harakat qildik va bugungi kun biz uchun unutilmas bo'ldi. Barcha jamoalarga omad tilaymiz. Sahnaviy ko'rinishlarni ko'rib amin bo'ldimki, har bir jamoa o'zini tumanida haqiqiy san'atini ko'rsatib, shu birinchi o'rin bilan viloyat bosqichiga o'z kuchi bilan, bilimi bilan, salohiyati bilan yetib kelganligiga amin bo'ldim. Biz sahna ortida turgan ota-onalar, o'qituvchilar, shunaqangi hozir yangidan yangi kashfiyotlarni, yangidan yangi izlanishda bo'lgan o'quvchilarni ko'rib, bundan juda ham hayajonda, xursandchilikda prezidentimiz Turon teatrini yo'lga qo'yganligi eng yaxshi bir jarayon deb hisoblayapmiz. Albatta, ayni tanlovda eng katta mas'uliyat hakamlar hay'ati zimmasiga tushdi. Boisi ular jamoalar orasidan eng munosib ishtirokchilarni saralab, final yo'llanmasini taqdim etishlari kerak edi. Bu tanlovda nafaqat iste'dodlarni biz aniqlaymiz. Bu faqat iste'dod emas, bu balki mana shu mumtoz asarlarga, bizning madaniy merosimizga qarashlar, tariximizga nazar solish va zamonaviy o'sha qarashlarni uyg'unlashtirgan holda mana shu sahnada, mardu maydonda hamma o'zini namoyon etyapti. Bu katta narsa. Maktab o'quvchilari o'zini ustidan ishlayapti. Domlalari bilan birga mana shu sahna ko'rinishlari va bizning maktab mana ikkita shart bo'yicha hozir hududiy bosqichda qatnashdi. Ijodiy yondashgan jamoalarimiz ko'p bo'ldi. Juda bizni quvontirdi. Nafaqat o'sha rekvizit, ya'ni atributlar yoki bir shunchaki chiqishmasdi, uni ijodiy o'sha sahna asar qahramonlari tomonidan o'zlarini chiroyli qilib maktablarni tanishtirgan jamoalar bo'ldi. Shu narsa bizani juda ham quvontirdi. Va ikkinchi shart, buni hamma biladi, teatr ibratxona. Spektakl sahnasidan parcha ko'rsatish kerak va o'zini iqtidorini, sahna madaniyatini, nutqini, erkinligini har tomonlama mana shu teatrga xos va mosligini ko'rsata bilish kerak. Va albatta maktab o'quvchilari buni uddasidan chiqyapti, ishlashyapti, o'qishyapti va hattoki mualliflik parchalari ham bizda bo'ldi, qatnashdi. O'sha teatr ibratxona shartimizda bu narsa odamni quvontiradi.
Buni kim yozgan desak, o'zimiz yozdik deyishyapti. Ko'rdingizmi? Demak, mana hozirgi zamondagi o'sha muammolar befarq qoldirmayapti bizni maktab o'quvchilarini. Bu katta narsa. Yuragiga qattiq ta'sir qilgani uchun ham shuni o'zini tengdoshlariga ko'rsatgisi keldi. Har bir jamoaning yutuq va kamchiliklari hakamlar hay'ati tomonidan alohida e'tirof etilib, ishtirokchilar munosib taqdirlanishdi. Ularga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Tanlov yakuniga ko'ra, birinchi o'rin Tog'li Boysun tumanining Turon yulduzlari jamoasiga nasib etdi. Sahnada o'zining Zaynab roli bilan tomoshabinlar qalbiga kirib bora olgan, ko'zlariga yosh ulashgan Shohsanam Karimova g'oliblik jamoaga yanada katta mas'uliyat yuklashini aytadi. Boysun azaldan ijodkorlar yurti bo'lgan va biz aynan mana shu ijodkorlar davomchisi bo'lib hozirda mana shunday katta bir sahnalarda o'zimizni o'quvchilarimiz ularning sharafini himoya qilish uchun mana shu katta sahnada barchamiz bel bog'lab chiqdik va prezidentimiz bizga topshirgan ishonchni oqladik deb o'ylayman. G'oliblikni qo'lga kiritish juda ham qiyin edi, lekin o'sha bedor kunlar, qattiq mehnatlar, hamma birga yig'ilishib qilingan mehnatlar va nihoyat samarasini berdi. Turon maktab teatrining respublika bosqichida ishtirok etish uchun yo'llanmani qo'lga kiritdik. Va albatta bu yutuq biz barchamizga juda katta mas'uliyatni yuklaydi, chunki respublika bosqichida juda ham kuchli raqiblar bizni kutmoqda. Turon maktab teatri tanlovi hududlar o'rtasidagi ijodiy ko'prikni mustahkamlab, yangi nomlar, yangi iqtidor egalarini kashf etishga xizmat qilmoqda. Biz ana shunday iste'dodlilar bahsi haqida kelgusi dasturimizda ayni mavzuni yana davom ettiramiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang.